Hammaga salom, sizlar bilan yana men E'zoza. Bugun men Budapeshtga ketyapman. Soat hozir 6. 5:30da turdim premyerni. Aytdim anime hech qanaqa bo'yanmadim. Men harakat qilaman, shtob 100% blog o'zbek tilida bo'lishiga. Hech qanaqa bo'yamadim. Просто oddiy kiyim oldim, qulay bo'lishi uchun. O'zim bilan backpack, sumka. Sumka og'ir emas. Ichida kiyim ko'pligi uchun semiz ko'rinyapti. Hatto o'zi og'ir emas. Hammasi yaxshi. Men hozir metroga ketaman birinchi, metrodan keyin avtobusga minib aeroportga. Men bilan birga davom eting. Umid qilamanki, hamma narsani oldim. Globus pasport, pul, telefonni olish. Hatto qolgan hamma narsani topsa bo'ladi. Havo juda ham bulutli. Bilmadim nimaga. Shu bir hafta ichida bulutli bo'lib turibdi. Mikrofonimni taqib oldim mana. Hop. Yashayam. Avtobus 10 minutga ko'rsatyapti. Umid qilamanki, kechikmayman. Chunki 9:30da yopiladi boarding pass. Samolyot aeroportgacha yetib borishimga примерно 1 soat vaqt ketadi. Soat hozir 6:30 уже. Avtobusda odam ko'pligiga olaman. Hozir ertalab soat 6:30 ham ancha odam shaharda. Va 6:30da odam ko'p bo'lishini bilmasdim. Metro ketib qoldim. That's so bad. Mood Central C obsessed with you degan vaqtda odam ko'payib ketdi metroda. 2 minut qoldi kelishga. Let's go. Obsessed with you. I hope a trap boy's your type. Why? Cause I don't have a 9 to 5. Alright. I get that your standards high, but I'm not a random guy, I'm different. Literally. When I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. Calm. You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping. Avtobusga ketaman. Avtobusda примерно 15 ta sinov. Soat 7:30 bo'ldi. 9:30da yopiladi. Check-in time. So probably I can make it. She think I'm a G and I don't need love, but I need some fuck affection. If I fell off tomorrow, would you still love me? Man, I got 21 questions. In a trap with the cat's domestic, she doing lashes, something cosmetic. They shot their shot, she... Aeroport kichkinagina ekan. Mana hozir men kutish zalidaman. Budapeshtga 2 doroshkadan borilarkan. Hech narsani tekshirishmadi, pasportga ham qarashmadi. That's very strange. Может, Yevropaning ichida bo'lgani uchun, I don't know. Shunaqa gap. Juda ham erta kelib qolibman. Endi 8 bo'ldi soat. Lekin 10da o'tadi. 10:10 o'tadi. Mayli kechikkandan yaxshi qilib topdim. Men просто o'yladim, tипа transport qanday задержка bo'lib qoladi. Ancha vaqt, yarim soat, 2 soat. Ну, okey, 2 soat emas. 1 soat. Shuni o'ylab, oldinroq chiqdim. Uxlasam bo'larkan, I mean, erta kelgan yaxshi bo'ladi, kech kelgan. Nechun stressli. Hamma kutyapti. Finally, I'm on an airplane. Samolyotman. O'rtadagi. Nechun stressli. Oynan oldida ko'p o'tirganman. Actually, o'rtada edi joyim. Lekin bular birga o'tirish qolishgani uchun menga window seat bo'ldi. I'm so happy. Come here. Say it, spit it out. Shunga qo'ydim. Endi odam boshlab kiyib olaman hozir. Make up qilib. That was so fast. 10 minut vaqt. 10 minutga uchib 10 minut vaqtli qo'nish. Budapesht aeroporti. Hali ko'raklar nimaga almashtirganimman. Now I'm doing some makeup. We're going to see. Bo'yanib kiyim oldim. Endi shaharga ketamiz. Let's go. Shahar o'rtasiga yetib keldim. Endi ovqatlangan bormoqchiman birinchi. Lekin bilmayman qaysi bas bilan, nima bilan ketish kerakligini hozir check qilib ketaman. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? Why do you know what I'm
aren't you scared of me? Why do you care for me when we all fall asleep? Where do Venezia يتكلم تدام Parlamento Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Eğer 15 yaşında uzaklaşımlar ailelerle yürüse Avrupa'da da yaşanmaz. Don't give up guys çünkü. Mostrati il mio cuore che hai acceso. So far traveling yomon ketmabdi. Ovqatlandim. Parlament oldiga keldim. Chiroyli judayam. Lekin havo bulutli bo'lgani uchun qanaqadir o'zimni charchagandek his qilyapman. Uxlagim kelyapti. No, bu ham to'g'ri, chunki ertalab vaqtli turdim. Samolyotda uchib kelishga ham o'zim bo'lmaydi, boshim og'rib qoladi. No, but I need to travel. I need to use the opportunity. Hozir rasmga tushib turganimda o'zbeklarni ko'rib qoldim. Anaqa amakilarni malaka oshirishga kelishgan ekan. Biz gaplashdik, bu aylanib yurimiz bu ishda. Xallashdik. Endi men parlament uzoqdan chiroyli ko'rinadigan joyga ketaman. Shunaqa. Budapeshtda rusoговорящие yomon ko'p ekan. Juda ham ko'p ekan. Quando sei lontana sogno all'orizzonte mancano le parole. E io sì lo so che sei con me. German Bus Station degan joyga ketyapman. Qayerdaki parlament chiroyli ko'rinadigan. But I'm so tired chunki 1,5 kilometr uzoq ekan. Sumkam og'irlik qilishni boshladi. But city is very beautiful, which is like Rimdan ko'ra. Rimdan juda ham completely different. I mean, I love Rome. I love Rome so much. Rim juda ham chiroyli. I mean, dunyodagi eng chiroyli shahar. But toza bu yerda, musor yo'q u yerda. Shunisi yoqdi. Hatto Rim alishmayman. Budapesht juda ham chiroyli. Taksilar hammasi bir xil rangda ekan. Bizda oq, Rimda to'yis bizda. Okay. Bu yerda sariq, chiroyli. Musor yo'q, umuman hech bitta ham musor ko'rmadim shu paytgacha. Juda ham toza. Bomojlar ham kam bu yerda. Anaqa yo'q. Как называется? Vandalizm yo'q. Very beautiful. I love the nature. Yomg'ir yog'yapti. Which is pretty bad. Mamma mia, что это? Hozir yaxshilab bizga olaman guys. Aylanib yurib shunaqa chiroyli joyga kelib qoldim. Which is very unique. Orqada parlament. Bu tomonda qanaqadir castle. Bilmayman, bu haqida ma'lumotim yo'q. Videoga keyinroq qo'shaman. Shu ma'lumot o'qib, nimaga, qayerga kelganimni bilib. Bu joy planimda yo'q edi kelish yoki bor edi bilmayman. ChatGPT qilib bergan plan bo'yicha ishlayapman. Shunaqa. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Travel qilishda bir o'zi sayohat qilishning eng yomon tarafi chiroyli rasmga chiqib qo'ymaydi. Men olib qo'yishyapti, so'rasam. Endi любой moment so'ra olmaysizlar, любой odamda. Qarilar keyin yaxshi ola olmaydi, yoshlar yaxshi oladi. That's the problem, guys. That is the problem, the biggest problem that I have right now. Okay. Smile, be grateful, be grateful. At least I got like very good pictures. Calm down. Mikrofonimga netchi. Hammasini mikrofon bilan ishlaman. Cringe. L'argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. It's amazing, guys. Look, the house city beautiful. Look clean, beautiful. Vashi toza, vashi chiroyli. Hozir yana tepaga chiqaman. Yana ham ko'ramiz.
Tepasidagi actually rooftop cafe ekan. Hozir yomg'ir yoqqan. Ota boshqa paytda yomg'ir yog'magan paytda o'tirishar ekan. That's so nice. O'sha o'zbek akalarni 3 marta ko'rib qoldim. Zonti beraymi, zontigim zot ishda olmadim. Men ular o'ziga kerak. Qimmat zontiga o'xshadi ham. Keyin yo'qdim. O'zim zontigim bor edi, faqat zontigim anaqada. Esimdan chiqarib qoldirganman. Vizamni yangilagan borgan paytimda zontigingni tashlab ket, keyin chiqishingda olasan deb chiqishda olmasdan esimdan chiqib qolgan. Yangi zontik olishim kerak. It's like global problem. O'ylab turgan narsam. I mean, first of all, I need power bank. No zontik. Hozir endi qiladigan ishim nima? Endi anani oldiga boraman, parlament ko'rinadigan tomonga. Chiroyli video olaman bitta. Keyin anaqa. Nima? Bitta yaxshi kafega kirib, telefonimni zaryadkaga qo'yaman. Depressiyaga bilet olib, keyin ketaman depressiyaga. Shunaqa. And this is the parliament. Just had a coke and charged my phone a little bit. Now I'm going to the station to go to Debrecen. But I couldn't take a video in the video ololmadim anaqada, chunki telefonim zaryadkada edi. Endi ketaman metroga tushib hozir stationga. Shunaqa gaplar. Bratlar, kuzatishda davom etinglar. Metrodan chiqdim hozir. Metroda juda ham g'alati ish bo'lib hozir aytib beraman sizlarga. Metrodan chiqib oling. Hozir stationda o'tiribman. Metroda bo'lgan narsa nima? Men metroga single ticket oldim online. Online oldim, lekin qanaqa qilib aktivatsiya qilishni bilmadim. Pastga tushib odamlardan so'radim, chunki tepada odam yo'q. Qanaqa qilib buni aktivatsiya qilsa bo'ladi tiketni deb so'rasam, o'shadagi inspektorlar eshitib qoldi-da, men oldimga kelib, "Sen nimaga tiket olmasdan turib pastga tushding?" Men aytdim, "Jinni bo'lgansizlar, meni kartamdan pul yechdi. Mana tiketim, lekin men qanaqa qilib aktivatsiya qilishni bilmayapman" dedim. Shuning uchun odamlardan kelib so'rayapman dedim. "Pasportingni ber, biz senga shtraf yozamiz." Keyin aytdim, "В смысле, pasportimni beraman, shtraf yozasizlar. Meni kartamdan pul yechdi. Tiket olingan. Просто uni aktivatsiya qilishni bilmaganim uchun kelib odamlardan so'rayapman aktivatsiya qilish kerakligini. Qanaqa qilib qilishni bilmaganligim. Metroyini ishlatganim yo'q hali dedim. Keyin menga qarab, "Yo'q, qiziqtirmaydi, sen pul turadigan zonada turibsan. Sen to'lashing shart, обязательно" deb. "Ber pasportni." Men aytdim, "Yo'q, bermayman pasportimni. Nimaga beraman?" dedim. "Pul yechdimi?" dedim. "Yechdi" dedim. "Metroni ishlatdimmi?" dedim. "Yo'q, ishlatmadim" dedim. "Sizlar umuman hech qanaqa anaqa pravo imet qilmaysizlar, чтобы menga shtraf yozishga" dedim. Keyin "Yo'q" deydi, "Sen deydi pulli zonada turibsan. Sen pul to'lamasdan tushyapsan" deyapti. "Shuning uchun senga shtraf yozamiz." Men, "O jinni, tiket oldim, uni aktivatsiya qilishni bilmaganim uchun kelib odamlardan so'rayapman. Agar просто pul to'lamasdan ishlatish niyatim bo'lganda indamasdan chiqib ketaverardim" deyapman-da. Keyin "Yo'q, bizni qiziqtirmaydi, pasportingni ber" deydi. "Bermayman pasportimni. Bermayman, nima qilsanglar qilinglar, bermayman pasportimni. Shtraf yozib, shtraf yozishga hech qanaqa anaqalaring yo'q" dedim. Tipa, raytlaring yo'q dedim. Endi boshimni qotirdi-da, oxiri qo'yib yubordim. Chunki reально men metroni ishlatganim yo'q. Birinchidan, ikkinchidan kartamdan pul yechdi. Uchinchidan menga shtraf yozishga hech qanaqa ularning haqqi yo'q. Ya'ni shtraf yozadigan holat emas, chunki men kartamdan reально pul yechilgan bu narsa uchun. Shunaqa turib oldim. Keyin "Yo'q, bermayman pasportimni. Nima qilsanglar qilinglar, bermayman" dedim. Chunki sizlarda unaqa huquqi yo'q menga shtraf yozishga dedim. Boplabman. Versiyasidan chiqibdi. Station paytida bitta amakini ko'rib qoldim. Vengr menga poyezdim qayerdan yurishini tushuntirib yubordi. Qayerlisan deb so'radi, shunaqa O'zbekistondan desam. Turkcha gapirib ketdi. Turkcha bilarkan, oказывается. Qanaqa bo'lgan desam, kitob o'qib o'rganganman dedi. I was like, okay. Keyin gapirdilar, xullas shuni qo'ydim. Shu joyda ko'ringlar. Ya, Türkçe'de. Ne konuşuyorum? Birazcık, yani birazcık. Nerelisiniz?
Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Çok güzel konuşuyor. Where's the man? Where's someone thinking yürüdüm. O yüzden benim doğru tafalım. To jest joyum. On to żyje jutro sam straf salarken. Yani kadar cinni. O'zim Rimimni sog'inib ketdim. Okey, Vengriyadagi ikkinchi kunim. Kecha nima bo'ldi? Kecha stationga borganimizdan keyin uyga keldik. Keyin menga shu o'rtog'im Husnida hali videoda ko'rsatmadim eslolmayman. Hali montaj qilmadim chunki. Kelganimcha somsalar pishirib somsalar pishirib kutib oldi. Shunaqa somsani yedim. Picha gaplashdik, uxladik chunki it was already like 11 something. Uxladim and I just woke up. Soat примерно 11 bo'ldi. I was very tired. O'rtog'im hozir universitetga ketgan o'qishga. Men uydaman. Hozir men choy ichib, keyin 2 kuncha kichik ko'chani peshqom aylanib turaman. Shunaqa gaplar. Menimcha Budapeshtga endi bormaymiz aylangani, chunki 3 soat bu yoqdan uzoq. Shuning uchun bu shahar o'zini aylanishga decide qildik. Hozir kiyinib yasanib chiqdik. Hozir video olamiz birga. Depressiyani aylanamiz. Soat примерно 3 bo'lyapti. Endi chiqamiz ko'chaga. That's so bad, I know. I wasted too much time at home. But still it's fine because I got rest. Biz chiqdik. Hozir video olgan ketamiz universitetga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear subscribers. So basically, we are going to bomb your anaqa feeds and comment to your recommendations every single second. Stay tuned, guys. Stay tuned, guys. Stay tuned. I'm gonna make your day better, way better. I hope. That's so nice. Depression juda ham toza shahar ekan. I would have loved to wish you to have a good day, but your day is already good as long as I'm on your camera. So, mom. Just сказать. I would have asked you to look at the wheel, Voy, park bor ekanmi yerda? Qarang. That's so nice. Kuni bilan uyda yotishimizga qaramasdan keyin biz decide qildik depressiyani o'zini aylanishga. Budapeshtga qaytib bormoqchi edik, keyin o'yladik, что 3 soat borish, 3 soat qaytish, slishkom ko'p vaqt ketadi. Uspet qilmaymiz anaqa. Bu tomonga qaranglar. Tomon juda ham beautiful, I would say. Nimadir yozilgan, menimcha it's like suzish mumkin emas. Shu depressiyani o'zini aylanyapmiz. Depressiya anaqa Vengriyadagi eng toza shaharlardan bittasi hisoblanadi. Basically where Husnida studies. Hello my dear subscribers, welcome back to my channel. Today we're here and we're gonna talk about nothing. Yeah. Basically it's just a vlog, it's just a random look at the view. Biza конечно aytishimiz mumkin edi kuninglar xayrli o'tsin. Da wish you nice day deyishimiz mumkin edi, lekin уже kunlaring xayrli, o'zi yaxshi o'tdi chunki biz chiqdik sizlarning videolaringni. Поэтому shukr qilamiz. Самооценка на высоком уровне. Ana tani quyosh turibdi-yu. Quyosh ham yaxshi odamlarga boshqacha porlaydi-da. Tavba. Da, reально pogoda bugun juda ham yaxshi chunki bulutli ko'rsatayotgandi o'zlari. Expectationda. Guess why? Mama lake nomi nima? Lake nomi nima? Vezir? Lake nomi yo'q, чтобы понимали. Vezir Utsiyadagi lake. Ну, я бы могла так сказать, но я не хотела, kamtarman-da, shuning uchun xohlamadim shunaqa Husnida deyish nomini. Lekin Baliq bormi? I guess yes, odamlar qarmoqchasilar o'tiradi soatlab. Balki hayotini so'roq savolga tutar. Balki baliq tutar, xudo biladi. So yeah. Look at the view, guys. That's so nice. Isn't it? Basically, so we came here now. And what I want to say is nothing. I just wanted to waste your 5 seconds. TikTokda bo'ladi, shunaqa kommentariyalar bilasizmi? Yarim soat o'qiysiz, oxirida okay. Voi comprate amore con le carte Visa, Hanno video di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio devi essere felice. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare.
io dalla polvere come Fenice, sono risorto ed ho imparato anche a volare, soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì. Niçin travma bermagan bo'lsa, travma orzu qilib yuramiz. Просто universitetga kiring va 2 semestrdan keyin bilganli keling. Bu bizning sport facilitalarimiz. Oy, bu amakilar o'ynashyapti. They're professors. Makiya. Professorlar ham, studentlar ham 8 semestrdan bittasini sport qila olish, activity olish majburiy. Badminton. Siz oldingizmi? Suzish, men ulgurmadim, keyin semestr olaman. First serve ham, badminton olaman. O'ynash bilasizmi? Yugurish olish eng basic. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Then we came to Turkish restaurant to eat. This is the first time I'm trying cherry coke. Ichib nimaga gullosdan keladi deb o'ylasam, I realized that it's a cherry Coca-Cola. Birinchi marta try qilishdim. So basically, this is yellow charge, as you can see here. It's quite big. And this is the tram stop. This is a yellow tram. Yellow tram, and this is city center. It's how we call it. And you can see the Starbucks there. And Honey Starbucks. Oh, I see. this is all Debrecen. That's it. And your name is Yellow. My name is Nida. We basically came to Arabic, Turkish, Arabic, Middle East place. Malako'da. Voy, biz shunga borganimizda shuncha yil siqilib yashamasdimmi? Ibiza Lukuba. Is it condensed milk? Wow. If I knew that you have this, I wouldn't be suffering for 8 months in Debrecen. The first time I'm trying Lukum. Take it. Take it. Oh, you need to try them. Voy, voy. Kampir ekan bu qiz. Qarang, mana magic. 100 euro. I mean, marmeladga o'xshar ekan. Second hand magazinlar bor. Mana second hand, ana second hand. O'sha turli second hand magazinlar bor. It is so popular here. Odamlar ustiga 80% kiyib second hand. Men bir marta second handdan bir dona kostyum olganman. Kostyum usti kiyib, ichidan kiyim kiyib, ustidan kiyasiz uni. Shunda qo'ydagilardan gap eshitganman. Shundaqa gap eshitganman. But this is true. But Italians also wear a lot. Italians ham shukr borishadi. We're having an ice cream. Ice cream, we all scream. No. Ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, yeah. Aprieta, chamaquito, aprieta. Rебята, bilan mana Vengriyaga sayohatdan keldim. Men ilki debman. Ugadaychi qayerga? Tramlanib, avtobuslarni, public transportlarni ichida Wi-Fi bor ekan. Rimda yorligim. De aquí yo no me muevo. Dile que está en mi casa.